Munisa Rizayeva. O'tsam o'tay g'urbat shahri. O bale. Men bu tabarruk izingizdan ustalar. Jana 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 jana. Botir Zokirov. O'rtoqlar ketdik. Kech qolyapman men. Qanaqa dars? O'zi uxlab 2 soatda keldik. Sizchi, voy, o'z sumka qilib keyin olamiz. Ustozim urishadi, endi qo'yadi. Qanaqa ustozlar kuniga bag'ishlangan sonmi ham axir. Hozir bitta para dars o'tib chiqayki. Qanaqa azizim ulgurmaymiz montajiga. Nima? Qayerdan olamiz hozir? Kirib ketvordi. Dars o'tarmish. Men ruxsat olib keldim darsdan. Shu o'qituvchilar soniga bag'ishlangan son bo'lgani uchun. Qanaqa qilib ketdik? Bir ilojini qilishimiz kerak. Ha? Tinchlikmi? Darsga kirgizmadilar kech qolganimga. Sizni deb bo'ldi. Mana deb? Gapga solmaganingizda men ulgurardim darsga. Ha, mana deb bo'ldi. Siz o'zingiz 9 da boshlanish kerak bo'lgan darsda 8:40 da uydan chiqyapsiz menday. Bo'pti, mayli, men o'qituvchilar soniga bag'ishlanyapti. Mana shu sonimiz o'qituvchilar kuniga. Balki ko'ngillari yumshab meni kechirasiz. Ha, mana bemalol mana shu orqali uzr ham so'rab olishingiz mumkin, tabriklab ham olishingiz mumkin mana shu son bilan. Bo'ldi, unda boshladikmi unda? Boshladik. Assalomu alaykum, San'at dunyosi qaroqi loyihasining ashaddiy muxlislari. Bugun biz Jahon tillari universitetidamiz va qaroqining navbatdagi soni, ya'ni 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan sonini bu yerda suratga olamiz. Ha, bugun Jahon tillari universitetini barcha talabalarini bugun kuylashga majbur qildiramiz. Menimcha har xil tillarda kuylansa kerak, chunki jahon tillari. Bugun biz jahon musiqasiga ham albatta murojaat qilsak kerak, chunki bu yerdagi talabalar juda ko'p jahon tillarini, ko'plab tillarni bilishadi. Albatta qiziqarli bo'ladi deb umid qilamiz. Albatta qiziqarli bo'ladi. Shart ham juda qiziqarli, faqat shartni oxirida aytaman. Nimaga? Negaligini? Xo'p, mayli. Tayyor bo'lsanglar, biz jahon tillarida San'at dunyosi qaroqi loyihasini o'qituvchilar kuni bayramiga bag'ishlangan sonni boshlaymiz. Qani ketdik. Biz ishtirokchimizga o'zi muxlislik qilayotgan xonandaning qo'shig'ini qo'yib beramiz va u musiqasidan qaysi qo'shiq ekanligini topishi lozim bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimi? Sog'ligingiz yaxshimi? San'at dunyosi qaroqi loyihasi. Hozirgi kunda qaysi san'atkorni ko'proq tinglayapsiz? O'zbekskiy emas. Farqi yo'q. Turetskiy. Kimni? Sezen Aksu. Xo'sh. 20 soniya. Qaysi qo'shig'i Sezen Aksuning? Ismini aytishim kerak. Ha, qo'shiq nomini aytishingiz kerak yoki qo'shiqdan so'z. Sande benim kadar и даже не помню, но я знаю эту песню. Mazza qilib hozir payt kim eshitdingiz? Kimi? Eminem. Eminem. Mockingbird. Wow, bittada. Boshlanmasdanoq topdilar, qoyil. Maylimi, hozirgi kunda qaysi san'atkorni ko'proq tinglayapsiz? Ko'proq Beno. Dard qish. Aytib berishim kerak. Yo'q, qaysi qo'shiq ekanligini aytishingiz kerak. Nomini. O'sha yana dard, yana aytadi-ku o'sha. Xo'p, qo'shiq nomi? Qo'shiq nomi toping, iltimos. Bu raqobat. Men qizni yutishim kerakmi? Bo'ldimi, aytib beraymi? Qo'shiq nomi nima? Nomini bilmayman, o'sha dard deb aytardi-da. Inobatga olinmaydi. Qo'shiq nomini ayting, iltimos. So'zlarini ayting, xo'p, inobatga oldirib yuboramiz. Siz ayting so'zlarini birga, xo'p. Yo, nomini bilmayman. So'zlarini birga ayting, qo'shiqni, xo'p. Qolgan dog'lar, yanga sen mendan, yozishdi sevgimdan. O'zbek tilida aytdingizmi hozir? O'zbek, ruscha, inglizcha aralashib ketdi. Endi Jahon tillari universiteti to'g'ri tushunsa bo'ladi. 3 ta til birdaniga ketdi hozir. Anglab olishimiz kerak. Yog'adi yomg'ir deb nomlangan qo'shig'i Jaloliddin Ahmedov. Demak, sizga hozir Jaloliddin qo'shiqlarini qo'yib bersak, musiqasidan topa olasiz.
Harakat qilib ko'ring, quloqchin taqib olasiz. Qaysi qo'shig'i? Chiroylisan qo'shig'mi? Yo'q, o'ylab ko'ring, qaysi qo'shiq bo'lishi mumkin? Rahmatulloh Yusuf. Qaysi qo'shig'i? Taniy olmadim lekin. Qo'shiqni hali ham tanimadingiz. Tanimadim. Bum, 1 daqiqa vaqtinglarni olsak maylimi? Kelinglar, ishtirok etinglar san'at dunyosi qaroq loyihasida. Qaysi xonanda qo'shiqlarni yoqtirasiz? Qaysi xonanda o'zbek bo'lish kerakmi? Ahamiyati yo'q, maza qilib eshitadiganingiz, biladiganingiz. Men o'zi inglizcha qo'shiqlarni yaxshi ko'raman, shuning uchun Selena Gomez qo'shiqlarini Xo'p. Should I do it on the phone? Should I leave a little note? Single soon. Wow, tabriklaymiz. Birinchi shartimizdan o'tdingiz. Men o'zbek anaqasini tinglamayman uncha. Umuman. Yo'q, tinglayman. Kimlarni? Munisa Rizayeva. Munisa Rizayevani qo'shig'ini qo'yib eshittirsak, qaysi qo'shiq ekanligini topa olasiz-a? Mayli. Keling, urinib ko'ring. Bugun e'tibor berayotgan bo'lsanglar, faqat turmushga chiqqanlar va uylanganlar haqida bo'ldi. Yorqinxo'ja, undan keyin Munisa mana. Qaysi qo'shig'i Munisa Rizayevani? Bo'ldi yurak. Topdilar va bu yaxshi, chunki hozir ikkita shartdan o'tsalar, men g'olib bo'laman. G'olib bo'lmayman, 3 ta shart to'liq bajartirgan bo'laman. Assalomu alaykum. San'at dunyosi qaroq loyihasi. Qaysi xonanda qo'shiqlarni yoqtirasiz? Qaysi xonanda qo'shiqlarni yoqtirasiz? Munisa Rizayeva. Qo'shig'ini qo'yib bersangiz topa olasiz musiqasidan. Quloqchin taqib oling. Biz hozir sizga Munisani qo'shig'ini qo'yib beramiz. Chetirroq hol. San'at dunyosi. Qaysi qo'shig'i Munisa Rizayevani? Yurakmi? Aha, topdingiz. Xormanglar, 1 daqiqa vaqtinglarni olsak maylimi? San'at dunyosi qaroq loyihasi hozirgi kunda qaysi san'atkorni ko'proq tinglayapsiz? Siz aynan. Men hozirgi kunda Yorqinxo'ja Umarovni. Yomg'ir. ilk notalardanoq, ilk o'sha boshlanishdanoq topdilar. Qaysi xonanda qo'shiqlarni yoqtirasiz? Mazza qilib eshitadiganingiz. Biz o'zi sharq taronlarini yaxshi ko'ramiz. O'zbek taronlarini uncha eshitmayman, to'g'risi. Kim? Skriptonit, Miyagi. Aha, qaysi biri? Johnny. Miyagi, Johnny qaysi biri? Johnnyni Nikak degan ashtasi bor, o'sha. Umuman olganda qaysi xonandani qo'shig'ini ko'proq bilasiz? Biz chunki hozir sizga qo'yib beramiz-da. O'shanda topishga qiynalmaydiganingiz. Mayli. Kim? Johnny? Shohruxxon bo'lsin. Bo'ldi. Birinchi kursimiz, 3-patok. Yo'q. Biz Danilazni so'ramadik lekin. Bo'yingiz necha? Bo'ldi. Nimalar deyapsan o'zing betofiq ovsar. Qora ko'zlar. Juda vahshiy ismi bor, to'g'risi. Toping. Bo'lmasa men yutqazam, harakat qiling. Tak. Bilmadim, to'g'risi. Juda xayolga kelmayapti, bor, vahshiy kelmayapti. Men bir yig'lama qiz bo'ladimi debman, bir boshqacharoq ashla bo'laman debman. Jahongir Otajonov. Marhamat. Bom. Hali qo'shiq ketmagandi ham, lekin topdilar. Alaykum, san'at dunyosi. Qaysi xonanda qo'shiqlarni yoqtirasiz? Men o'zbekcha eshitmayman. Mayli, farqi yo'q. Siya eshitaman. Chet el. Keyin Eminem. Demak, sizga hozir Eminem qo'shig'ini qo'yib beramiz. Musiqasidan topishingiz kerak bo'ladi. Qaysi qo'shig'i Eminem? Salohasi esimda yo'q. So'zlarni bo'lsa ham ayting. Siz va smakzatda aytib berishim mumkin. Without me. Voy, yordam berish sizga. Bo'pti, mayli, qabul qilamiz. Hozirgi kunda Jahongir Otajonov. Marhamat. O'tsam o'tay G'urbat shahridan. Xo'p, qaysi qo'shig'i?
ayol makridan. To'g'ri, va ikkinchi shartga yo'l olyaptilar. Biz ishtirokchiga qo'shiq matnini ko'rsatamiz va ishtirokchi karaoke qilishiga to'g'ri keladi. Jana, 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 мы с тобой два океана, Jana. Между нами континенты, а любовь парит в тумане, Jana. Juda ham zo'r ijro bo'ldi deb umid qilamiz. Bilmagan qo'shiqlarini shu darajada aytib berdilar. Menimcha yaxshi. Har doim ko'zingizdan ustozlar. Tan. Yursam deyma bu tabarruk izingizdan ustozlar. Bu tabarruk izingizdan ustozlar. Sen insonlik tobiga baxt hikmat bitirsiz. Bilim oldim so'zingizdan ustozlar. Chamda ochilgan gullar o'zsin mayli choshqoqlar. Jilla quysin ushlab gullar qollar. Jannat jonim mendan arazlamang jonim siz arazlamang. O'zim o'sqab qo'yay shoh ko'zingga. Yurak tuyg'ularini aytmasin sizga. Arazlamang mendan arazlamang. Lamang jonim siz arazlamang. O'zim o'sma qo'yay shosh ko'zingizga. Yurak tuyg'ularini aytmasin sizga. Arazlamang mendan arazlamang. Qo'yganingiz, ismingiz boshqasini aytib ketdi. Ingizda o'lib ketar. Xotin, ya. Dedi bo'ldi. Qo'shiqda shunaqa joy bormi ekan? Voy, buni qarang, xotinlari. Xotira bu xotin emas. Yo'q, qarang. Qarang, mana bu yerda birinchi buni aytdi, keyin buni aytdi, keyin yo'q o'tib ketdi-da. Qo'shiqning naqorati bo'ladi, keyingi qatorlari bo'ladi. Ochilgan gullar yo'malsalar mayli joshgohda. Jala quysin ushlashib qo'llar. Faqat jonim mendan arazlamang jonim siz arazlamang. O'zim o'sma qo'yay shu qo'shingizga. Yurak tuyg'ularim aytaman sizga. Arazlamang jondan arazlamang. Ismingizni yuragimdan olib keting. Xotiralar yuragimni kuydirmasin. Hayollarim sizni menga suydirmasin. Kularingiz. Uchinchi shart. Biz qo'shiq matnini she'r qilib aytib beramiz va ishtirokchi bu qaysi qo'shiq ekanligi va uning muallifini topishi kerak bo'ladi. Qora qosh, ko'zida yosh, menga qarab turibdi bekat yonida. Avtobus, topdilar. Birinchi shartni inobatga olaylik, o'rtoqlar. Birinchi shartni ham inobatga olamiz va g'olib deb topamiz ishtirokchimizni. Birinchi mana g'olibimiz aniqlandi. Bizni bugungi sonimizda bugungi son ustozlar va murabbiylar kuniga bag'ishlangan son. Bemalol ustozingizni tabriklab qo'yishingiz mumkin. Ustozlaringizni. Qaysi birini? Общий tabriklab yuboring. Maktabdan boshlab shu institutgacha. Общий ketsin. Так, всех поздравляю. Кто меня знает, кто меня учил. Всё. Ko'ngildan chiqqan so'zlar uchun sizga katta rahmat va bizni sovg'amiz san'at dunyosi logotipi tushirilgan ajoyib mana bu ro'zg'or buyumini mazza qilib uyda kofelchalarni qo'yib, eshitib, bizni ko'rib ishlatishingiz mumkin. Katta rahmat, salomat bo'ling ishtirok uchun. Qora qosh, ko'zida yosh, menga qarab turibdi bekat yonida. Avtobus kelmaydi hanuz, mana uchrashdik yuzma-yuz. Qara yomg'irlarda buncha go'zal bo'lmasa kuz. Anaqa hozirgi yoshlardan bittasi. Juda ham mashhur bo'lib ketayotgan. O'zbek anaqalarni eshitmayman-da. Harakat qilib ko'ring. Topsiz hamdam solib berib. Wow, topdingiz. Tabriklayman. Va mana bu san'at dunyosi logotipi tushirilgan sovg'amiz sizga. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube, Instagram, Telegramda kuzatib boring.
Sevgimni qildim izhor. Bo'lgin menga yor vafodor. Sen uchun gulim chalaytor, ishqingda men ado bo'laman. Gaplashib o'tirsam, termulib o'tirsam, yonginangda oshig'ing bo'lib, yoyilib o'tirsam. Bunday. Qaysi qo'shiq? Eshitganman, otini bilmayman. Afsus. Bitta shartimizni to'g'ri bajardilar, lekin ishtirok uchun sizga katta rahmat, salomat bo'ling. Kecha bog'da oy shu'lasi tushmas edi yuzlarimga. Bark aro boqqan yulduz bugun qo'nar yuzlarimga. Hamon shukuz tonglari visol onlarin eslarman nigor. Hamon dilda umid bor, ko'risharmiz balki yana kuz kuni. Kecha bog'da oy shu'lasi. Botir Zokirov. Voy! Siz bugun g'olib bo'laman deb chiqqan ekansiz bugun. Tabriklaymiz. Barcha shartlarimizni ajoyib o'tdingiz va sizga maxsus sovg'amiz bor. Marhamat. San'at dunyosi logotipi tushirilgan bu sizga sovg'amiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube, Instagram, Telegram barchasida kuzatib borishingiz mumkin. Rahmat ishtirok uchun. Sizga ham rahmat. Kecha bog'da oy shu'lasi tushmas edi yuzlarimga. Bark aro boqqan yulduz bugun qo'nar izlarimga. Kim tomonidan kuylangan va qaysi qo'shiq? Ozodbek Nazarbekdan. Ozodbek Nazarbek. Kecha bog'da oy shu'lasi tushmas edi yuzlarimga. Bark aro boqqan yulduz bugun qo'nar izlarimga. Nega dil orziqadi desam, mana kuz kelibdi yana. Kimning qo'shig'i? Juda ham mashhur. Qo'shiq qilib aytmadingiz-mi? She'r qilib aytdingiz. Shartimiz ham shundan iborat-da o'zi. Tanish. Kecha bog'da oy shu'lasi. Botir Zokirov. Wow! Xo'p, kim bo'lgan sizni eng yaxshi ko'rgan ustozingiz? Litsey kuratorim, Samarqand davlat chet tillari instituti akademik litsey o'qituvchisi Nargiza Fayzullayevni. Ularni chin dildan tabriklayman, chin qalbdan. Ularga sihat, salomat, kelgusi ishlarida, karyeralarida omad tilab qolaman. Bizga o'xshagan talaba yoshlarni tarbiyalab, o'qishga, universitetga kirishlariga ancha yordam berganlar. Ilohim bu bardavom bo'lishini tilab qolamiz. Albatta tabrikingiz qabul qilinadi. Rahmat ishtirok uchun. Sizga sovg'amiz bor. Marhamat, uni taqdim etamiz. San'at dunyosi logotipi tushirilgan ushbu sovg'a sizga. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatib boring. Rahmat ishtirok uchun. Sevgimni qildim izhor. Bo'lgin menga yor vafodor. Sen uchun gulim chalaytor, ishqingda men ado bo'laman. Kim tomonidan keladi? Muhammad Ziyo. Muhammad Ziyo. Va 3 ta shartlarni ham to'liq bajarib o'tdilar bu ishtirokchimiz va bizni san'at dunyomiz tomonidan logotipi tushirilgan bakalni qabul qilib olasiz. Ishtirok uchun katta rahmat. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Instagram, Telegram, Facebook barcha tarmoqlarda bormiz. Kecha bog'da oy shu'lasi tushmas edi yuzlarimga. Bark aro boqqan yulduz bugun qo'nar izlarimga. Toping, iltimos toping. Var kim? Jahongir Otajonov. Yo'q, eski qo'shiq. Eski, o'sha estradani boshlanishiga borib taqaladi. Kecha bog'da oy shu'lasi tushmas edi yuzlarimga. Siz bilishingiz kerak lekin. Afsuski bu estradamizni o'sha mashhur ustuni Botir Zokirov tomonidan kuylangan qo'shiq edi. Afsuski, agar shuni ham shu uchun chatdan ham to'liq o'tganingizda sizni g'olib deb e'lon qilardik. Ishtirok uchun katta rahmat va bemalol o'sha ustozingizga salom yo'llab, tabrik yo'llashingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli murabbiylar. Sizni kelayotgan bayramlar bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Doim sog' salomat bo'lib yuringlar. Tabriklaymiz. Xo'p, mayli, bu bayram soni 1-oktyabrga bag'ishlangan maktabdagi yoki universitetdagi o'qituvchilaringizni tabriklashingiz mumkin. O'zi o'qituvchimi? Ha, mayli, siz ham o'qituvchingiz bo'lgan-ku. O'zim tabriklayman. Studentlarim turibdi.
shu maktabda bitirib ketgan o'qituvchilarimni tabriklayman chin qalbimdan. Lekin birinchi o'rinda o'zim onam ham o'qituvchi. Hayot davomida ota-onam o'qituvchi desam bo'ladi. Hayot davomida ham talabalarga ham dars beradilar. Shularni o'qituvchi bayrami bilan tabriklayman. Martabalari ulug' bo'lsin. Biz ham sizni tabriklaymiz. Rahmat. Hech qachon talabalarga bilim berishda charchamang. Rahmat. Sog' bo'ling. Charchamaylasizlar. Ishtirok etasizmi? Sevgimni qildim izhor, bo'lgin menga yor vafodor. Sen uchun gulim chalaytor, ishqingda men ado bo'laman. Kim tomonidan kuylangan va qaysi qo'shiq? Hozir davomini aytsam topib qo'yadilar shunga. Sal davomini bo'shroq. Gaplashib o'tirsam, Maylimi? Ko'rishib o'tirsam maylimi? Tabibim. Kim tomonidan kuylangan qo'shiq? Muhammad Ziyo tomonidan. To'g'ri va bizni ishtirokchimiz 3 ta shartdan ham a'lo darajada o'tib, San'at dunyosi qaror o'quv loyihasi tomonidan belgilangan mana shunday bizning logotipimiz tushirilgan sovg'ani qabul qilib olasiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring, bemalol ustozlaringizni tabriklashingiz mumkin. Barcha meni o'qitgan so'zlarni tabriklayman va hammaga omad tilayman. Xullas o'rtoqlar azizda mag'lub bo'ldi, endi tanomayman. Shu muammo. Nimasi? Siz ularga shans berdingiz, anaqa. Nomini aytib berdingiz. Men hech qanaqa yordam bermadim, o'zlari topishdi, to'g'rimi? Aytinglar. Gapim to'g'ri bo'lsa, shuni kommentariyada aytib yuboringlar. Nimasini aytib yoradi? Qoldingiz. Umumiy hisob bo'yicha ham hamma narsa bo'yicha bugun qoldi. Aziz yana ketma-ket tarvuzdan keyin mana qovun tushirdi bugun. Tarvuz nima shart bajarishim kerak, xo'p? Shart nima bo'ladi? Hozir oshxonaga kiramiz. Shundoq tanimaymiz bizga. Ha, ovqatingiz. Oddiy shart. Ovqat yeydi, faqat birovning ovqatini yeydi. Qanaqa qilib? Borasiz, kimdir stolda ovqat yeb o'tirgan bo'lsa, shunda borib ovqatini qo'shilib yeb ketasiz. Voy, nima deb o'ylaysiz? Betingizni qattiq qilib o'zi shunaqa-yu endi. Qo'shig'i bilan solib qolsa-chi boshimga. U emotsiyasi qiziqroq buni. Hozir ko'ramiz, ichkari kiramiz va kimdirning ovqatini biz o'g'irlaymiz. Ketdik. O'g'il bolani oldiga bormaydi. Stol bilan solib qoladi. Men bo'lganda razora tepardi. Bo'lsa kerak, mayli, oling. Qani kimda ovqat bor? Kim ovqat olgan? Tugadi shuniki. Tugadi, babiyam tugadi. Ovqat. To'xtang, qayerga ketyapti? Tashqariga. Ketdik. Ko'proq ekanda ovqati. Bor yeysizmi? Serios. Ha? Ket. Qolgan ovqat. O'rtoqlar ketdik. Shart bajaramiz. Shunaqa uyalib ketyapman lekin to'g'risi. Bu yoqda o'tib bo'lmas-ku. Assalomu alaykum. Boshmi bu? Assalomu alaykum. Voy. Yoqimli ishtaha. Ishtaha oling. Voy. Menga berdilar. Rahmat. Mazalimi? Juda mazali ekan. Ko'rdingizmi? Sizda betam yo'q ekan-a? Kelib bemalol salom berdilar. Men olmadim. Siz ko'rdingizmi naryoqda olayotganimizni? Yo'q. Ko'rmadingizmi? Hammasi haqqoniy. Men ko'rdim. Haqqoniy. Xafa bo'lmayapsizmi o'zi? Tanimagan odamimiz kelib ovqat yeb ketyapti. Solmaysizmi patingiz bilan? Mana, u xo'p deb berdilar o'zlari. Tarelka bilan solmaysizmi boshiga? Voy, men yeb o'tirishim. O'zingiz to'laysiz lekin somsani. To'langan puli, to'lagansiz to'g'rimi? To'langan. O'rtoqlar, men ajizani gap yo'q, lekin men bajara olmasdim shu shartni. Mag'lub bo'ldi, bajardi, qoyil. Qarsaklar menga. Rahmat. Menga yoqib qoldingiz. O'rtoqlar, men shart bajardim, mag'lub bo'ldim, va shart bajardim. Men shokdaman o'rtoqlar, sholinglar. Men yaxshi ham yutqizmaganim, chunki hammasi qiz bola ekan, men bajarganimda to'chni kalta yerdim qizlardan. Mazali shart ekan. Men sochimni yulib olishardi. Bo'ldi. Maza qildim. To'g'risini aytsam, qo'rqib ketdim, hozir qanaqa bajaraman. Urushib bersalar-chi, nima, ovqatimni yeyapsan desachi degandim, lekin yo'q. Mehribon qiz ekan. Olavering dedi. Bu darajada balki mayli. Bu darajada bezbetsiz deb o'ylamagandim.
O'rtoqlar, sizlarga 1-oktyabr o'qituvchilar kuniga bag'ishlangan soni yoqdi deb umid qilamiz. Umuman boshqacha shart bilan, ayniqsa shart menga men o'zim ajza bajaryapti, men g'alati bo'lib ketyapman bu yoqda ko'rib. Menga juda yoqdi. Mazali tamom. Zo'r shart bo'ldi. Men endi mana shu ustozlarimni mana shu bayram bilan tabriklab olsam, birma-bir ismlari bilan Gulbahor, Ma'rifat, Nazira, Murodjon, keyin Dilorom va hozirgi kunda Nigora, Jahongir. Ha bo'ldi, voy voy. Ko'p ularni qatori ko'p. Aynan mana shu ustozlar tufayli biz hozirgi kunda hayot yo'lida sekin-sekin o'z yo'limizni topyapmiz desak bo'ladi. Men birinchi bo'lib qo'limga qalam ruchka ushlatgan ustozim Xonzoda Akuluvani tabriklayman. Chunki baribir birinchi ustoz boshqacha bo'ladi, bilasizmi? Hamma narsani ilk qadamdan boshlab hammasi o'rgatadi. Ular uchun minnatdorchilik bildiraman. Undan tashqari Shoir opa, ya'ni kollejdagi ustozim, bundan tashqari hozirda universitetda Dilorom opa bor, juda ham ko'p ustozlarimiz bor. Ularni bayram bilan muborakbod etaman. Mana shunday biz kabi talabalarga bilim berishdan aslo charchamasinlar, jonlari sog' bo'lsin. Barcha ustozlarimizni tabriklagan holatda biz mana shu sonimizga o'z yakunimizni beramiz. Nima dedim hozir? Yakuningizni bering. Ha, aziz do'stlar, bu son juda ham bir men hali ham azizlarni holatini ko'rib o'zimda emasman o'rtoqlar. Men bu shartni bajarmagan bo'lardim. To'chini qizlar sochimni yulib olar. Xursand bo'ling, rahmat deymanga. Jahon tillari qizlardan iborat ekan o'rtoqlar. Keyingi safar qayerga boraylik, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Qaysi institut, balki sizning universitetingiz bo'lishi mumkin. Sizni oliygohingizga tashrif buyurarmiz, balki keyingi ishtirokchisiz bo'lib qolarsiz. Albatta. Sizlar bilan Qaroqi san'at dunyosi bo'ldi. Ishtirok uchun barcha ishtirokchilarimizga rahmat va sizlar uchun ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ko'rishguncha azizlar. Bizni kuzatib borishda davom eting.